Okalar, mana shu mashinani bagajga almashish kerak edi. Har doim yangi bagajga sepib qo'yasizlarmi deysizlar. Yo'q, okalar. Mana yangi bagajimiz ham samolyotga o'tganda mana shunaqa ozgina pachoq olib qo'ygan joylari bor ekan. Xudo xolisa bularni ham tayyorlab sepamiz. Buni narxi $550. BYD mashinamizdan ham oxirgi qilinayotgan jarayonlari mana ko'ryapsizlar, yozuvlarni hammasini urvinda o'lchab. Ko'pchilik ustalarimiz mana shunaqa yozuvlarni yopishtirishga erinishar-ganda. Yengil o'xshargan. Biza hammasini lipochkalarni o'zini yopishtirib, inshaalloh ko'chmaga qilib beramiz. Eni ham, bo'yi ham o'lchab yopishtiriladi. Okalar, prosta o'tirib tomosha qilsanglar bo'ldi. Men qilingan ishlarni aytib o'taman. BYD mashinasi, bagaj, orqa bamper qismlari almashdi. Mashinamizni chiroyli holatda kraskalarni sepib, laklarni dodda qilib, shagrillargacha birga-bir qilib, gilatki qilib sepib berganmiz. Bamper qismi ham bo'yaldi. Okalarim, xudo xolisa mashinamiz tayyor. Egalariga topshirishga ideal holatda yuvib, tozalab, cho'tki qilib qo'yganmiz. Okalarim, agar sizlarga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin.